Mana o'rtoqlar, malinalarimiz gurkirab turibdi. Xudo xolasa yana bir mayda oxirida, iyunni boshida pishadi xudo xolasa. Buyog'i qarabsizlarki, dehqonchilikni yig'ishtirishni boshlaymizda. Mana shu yerda 2 gektar bog'da mana malina, sortovoy, любой xohlagan navizdan bor. Maravilla deysizmi, ukrainskiy deysizmi, pshixiba deysizmi, atlant deysizmi. Mana основной biz atalant bilan ukrainskiy sort ekamiz hosilga. O'zi hamma aytaveradi, meni mana bu sortimni sort deb. Lekin bittasi mana ko'rsatib qo'ya olgani yo'qda mana. Bu yerda mana biz 2 gektarda mana ekib mana ko'rishinglar mumkin. Mana yong'ozorning ichida. 6 metrga nima qilingan? Eni 6 metrga qilingan mana. Yong'oqlarimiz ham bu yil sal ozroq sotdi. Bo'laveradi. O'ta salqin ham qivaryapti-yu. Orasidan kesib olib tashlaganmiz. Kimga kerak bo'lsa mana ko'chatlar bor.